Ishxonangizdan bitta lavha qiling. Shunday toza yaxshi uzun sentrifugalarda yuvamiz, quritamiz, оборудованияларimizni hidlanmasligi, toza bo'lishi uchun. Shunaqa maxsus katta gigant kir mashinalar bor. Shunaqa kir mashinalarda оборудованиялар yuviladi, tozalanadi. Shunaqa sentrifugalarda quritiladi. Shunaqa maxsus joylarda, tashkili pokiza joylarda, hatto ko'rsanglar bo'ladi, yalang'och ko'rsanglar ham bo'ladi. Ko'rsanglar toza joylarda gilamlar yuvib, tozalanib. Tozalangandan keyin bu sentrifugalarga solib quritiladi. Quritilgandan keyin mana qilib toza holatda suv ilib, mana qilib olib aravalarga. Shuna qilib dorilarga ilinadi mana. Bu yerda mana ko'rpachalar 1 gram yerga tushmaydi. Shunaqa yuvib, tozalab, ilib, tezkor, tezroq bo'lsin deganlarga mana sushilkamiz 2 etajga chiqaradi. Ishxona uchun maxsus. Hatto kelgan mana sizlardan kelgan gilamlarda mana bunaqa paketlar bor. Paketni ustiga qo'yamiz. Paketni ustiga qo'yib, shu holatda terib, ichkariga olib kirib ketaveradi bolalar. Mana gilamlarni ham, pardalarni ham chiroyli qilib yig'ishtirib ichiga olib, yo'qolmasligi uchun, bu mahsulotlar yo'qolmasligi uchun stikerlar ham uriladi chekalariga. Mana bunaqa stikerlar uriladi. Stikerlar urilib, hech kimdagi yo'qolmaydi. Shu holatda bo'ladi. Tepada 2 etaj shunaqa joyimiz bor. Tepa tezkor, quyosh ko'ryapsizlar, balandligi hisobiga yaxshi quritilib. Mana shu holatda mana ko'rpachalar paketlanib, chang bo'lmasligi uchun hidi ko'tarilmasin, yangiligini ko'ryapsiz. Shunaqa nomerlar yozilib, qaytaladi mana. Shunday polni pardoz qilinib, tozalanib, artib, mana qilib, mana pilisoskalar qilib, mana ko'rpachalarni salapanga solamiz, adiyollar shunaqa paketlarni solib beramiz. Mana shunaqa paketlarga solingan adiyollar, gilamlar shunaqa paketlarga solinib, chang bo'lmasligi, turpoq bo'lmasligi uchun mana shunday. Hatto mijozlar narsalari yo'qolmasligi uchun kameralargacha ham qo'yib qo'yganmiz. Kameralargacha qo'yilgan. Hech kim ishlasangiz yo'qolmaydi, javobgarlik beriladi. Tozalab olib beramiz. Kimga shuna gilam yuvdirmoqchi, parda, adiyol yuvdirmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, o'zimiz yuvimiz, tozalab olib borib dastlabga qilib beramiz. Keyin bu yerda mana liftimiz ham bor. Bu yerda mana adiyollar mana turibdi, sushilkalarda ilinib, aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qo'yib tozalab, suvlarimiz ham mana toza mineralga o'xshagan suvlarda yuviladi. Mana ko'ryapsizlar? Suv tozaligini mana. Mana suvlarda yuvib, tozalab beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar, xolos. Hammanglarga rahmat. Kim gilam yuvdirmoqchi bo'lsa, parda, adiyol yuvdirmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, o'zimiz olib borib, o'zimiz olib kelib beramiz. Yoqmasa bepul yoki qaytadan yuvib beramiz.